不好意思，回答不了。你现在问的是关于新疆教育系统内部的一些问题。我刚才说了，如果你想知道教育系统老师去向问题，不好意思，你要是想问这些比较是关于教育系统老师去向的问题，我建议你先把个人的身份说清楚。国家的政策你难道不清楚吗？你到底是谁？你要是再不说的话，我就把这单电话转到公安局。Keçirsiz. Cavab berelmeymen. Siz soravatgan mesele Şinjan ma'rif sistemisidagi işki ahvallar. Men bay sizga etdim. Agar siz ma'rif sistemisidagi o'qituvchilarning taqsim qilinish ahvoliga doir masalalarni bilmoqchi bo'lsangiz, u holda kechirsiz. Buningga javob berelmeymen. Siz ma'rif sistemisidagi o'qituvchilarning qayerlarga avatilganligi haqidagi masalalarni so'rashdan ilgari o'zingizning salohiyatini aniq aytishingiz kerak. Siz bu davlatning siyosatini aniq bilmamsiz. Siz zodi kim? Agar siz yana etmisangiz, men bu telefon ovozini saqchi idorasiga yo'llab beraman. Tahdid tusini olgan yuqorqi gaplarni qiluvchi Qashqar viloyatlik ma'rif idorasidan telefonimizni olgan Xitoy ayol xodim. U bu so'zlarni 9-oyning 1-kuni radiomiz Uyg'ur bo'limining Sandong o'lkasidan ma'rifga yordam nomida 8-oyning oxiri Qashqarga yetib kelgan Xitoy o'qituvchilarining Qashqarning qaysi nahiyalariga taqsim qilinganligi haqida so'rgan savollarimizga javob berishni rad qilganda aytdi. 8-oyning 26-kundagi Qashqar televiziyasi xabarida 8-oyning 25-kuni Sandong o'lkasidan yetib kelgan 150 nafar Xitoy o'qituvchining 15 guruhiga bo'linib, Qashqarning Yengishar, Yengisar, Yopurg'a, Makit nahiyasidagi maktablarda xizmat kutishganligi xabar qilingan edi. Shandong o'lkasining yangi bir navbatlik o'mak tashkillash shaklida Xinjiangga yordam beradigan 150 nafar o'qituvchisi 8-oyning 26-kuni Qashqarga o'ngishli yetib keldi. 150 o'qituvchi 15 ma'rifga yordam berish aktivitetiga bo'linib, Qashqar viloyatining Yengishar, Yengisar, Yopurg'a, Makit nahiyalaridagi 15 maktabga yordam berdi. Xitoyning Jungo xabarlar to'rining 30-avgustdagi xabar deganda Qashqarga yordamga kelgan 377 nafar Xitoy o'qituvchining Qashqarning o'qitish sifatini yuqori ko'tarishda aktiv rol o'ynaydiganligi ma'lumlangan edi. 是山东那边的老师吗？你知道这个干什么？我刚才说了，如果你想知道教育系统老师去向的问题，先把 telefonimizni olgan Xitoy ayol xodim Sandongdan atalmış yordamga avatilgan o'qituvchilar haqida so'ralgan savollarimizga javob berishni rad qilib qolmasdan, navbatda Uyg'ur diyorida yurgizilayotgan davlat tili o'qitishi nomidagi Xitoy tili ma'rifi va rayonda amaldan qoldirilgan Uyg'ur tili o'qitishi haqidagi savollarimizni Xitoyning davlat qonuniga xilof qilmish deb ta'riflab, bu haqda javob berishni rad qildi. Suhbatimiz tuvandikidek davom qildi. 我就想知道这个考试当老师有什么条件，国语有什么条件？ qandaq shartlar lozim? Davlat tili o'qitishida qandaq talablar qo'yiladi? Sizlarning davlat tili saviyasiga qo'ydigan o'lchiminglar qandaq? 国语，你能拿到教资就是条件。 Davlat tilini demsiz, layoqatli kiyinishkis alalisa shartni hozirlagan bo'ladi. 那语言方面有什么要求？ Undaqda til jihatda o'qituvchilarga qandaq talab qo'yiladi? 拿到教师资格证的语言。 O'qituvchilik guvohnomasi olgandagi til o'lcham qilinadi. 学校授课必须是用国语授课吗？ Maktabda dars o'tganda cho'qim davlat tilida o'tish kerakmi? 现在国语是国家普通通用语言。 你难道想用少数民族语 Hozir 言？ davlat tili davlatimizning o'rtaq qo'llanadigan tili. Halbuki siz osonlik millat tilida dars o'tish kerak deb qaramsiz. 当然了，这个当地不是维吾尔族人特别多吗？因为当地是维吾尔自治区嘛，维吾尔族人可以用他们的母 Albatta 语。 shunda qarayman. U joyda Uyg'urlar intayin jiqqu. U joy Uyg'ur avtonom rayoni. Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'ur tili ma'rifi yo'lga qo'yildi degan belgilamami bor. 国家政策你不清楚吗？你活在80年代吗？ 80-yillarda yashayotgansiz qandaq? Acaba siz bizning davlatimizning siyosatini bilmamsiz? 他们都是用当地维吾尔语 Ilgari 授课的，现 Uyg'urlar 在 o'z 怎么都 ona 变 tilida 成 ma'rif tarbiyasi oladi. Hozir nimishqa davlat tili ma'rifiga aylanib qoldi? 你的意思是维吾尔不是我们国家的吗？ Sizning demoqchi bo'lganingiz Uyg'urlar bizning davlatimizning odami emas demoqchimi? 你们的政策就是必须用国语授课是吗？这个当地维吾尔族 Sizlarning 人 siyosatinglarda cho'qim davlat tilida dars o'tilishi kerak, shundaqmi? 2017-yildan ilgari u joydagi Uyg'urlar Uyg'ur tilida ma'rif tarbiyasi oladi-ku. 那你为什么要问这么清楚呢？国家的政策你难道不清楚吗？你是一名记者。 Siz nimishqa bundoq fikrlab so'raysiz? Davlatimizning bu vaqtdagi siyosatini siz aniq bilmamsiz.
Siz bir muxbir ekansiz. Sizning so'rag'anlaringiz Xinjiangning ma'rif sistemasidagi ishki qismidagi ahvollarga taqaladi. 我想了解一下当地维吾尔族人现在有没有用母语授课？ Mening bilmoqchi bo'lganim hozir Uyg'urlarning o'z ona tilida ma'rif tarbiyasi olish huquqi masalasi. 你的这段通话我会全程送到公安局去。不好意思，回答不了。 Sizning bu so'zlaringizning hammasini men saqchi idorasiga topshirib beraman. Kechirsiz. Men bu masalalarga javob bera olmayman. Hurmatli radio anglag'uchilar, yuqorida Sandong o'lkasidan yordam nomida Qashqarga avatilgan Xitoy o'qituvchilar va Uyg'ur diyorida yo'lga qo'yilayotgan atalmish davlat tili ma'rifi nomidagi Xitoycha o'qitish tuzumi haqida Qashqar viloyatlik ma'rif idorasi xodimining javoblarini angladinglar. Qashqarga urgan telefonlarimiz davomida Xitoy hukumatining 2016-yili 9-oydan boshlab Uyg'ur diyorida majburiy yo'lga qo'ygan davlat tili ma'rifi nomidagi Xitoy tillik o'qitishning keng ko'lamda umumlashganligi bo'libmi Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan Qashqar viloyatida Xitoy tili ma'rifining eng qattiq vositalar bilan yurgizilayotganligi oshkorlandi. Qashqar televiziyasining 26 avgustdagi xabarida va Xitoy xabarlar to'rining 30 avgustdagi xabarida Sandong o'lkasidan Qashqar viloyatiga yetib kelgan 377 nafar Xitoy o'qituvchining viloyat tavasidagi har qaysi nahiyalarning o'rta boshlang'ich maktablarida xizmatga tushganligi bildirilgan edi. Qashqar viloyatlik ma'rif idorasining 2023-yili 5-oyning 9-kuni chiqargan uqtirishida Qashqar viloyatining davlat tili o'qitish sifatini yanada yuqori ko'tarish uchun 2023-yili 9-oydagi yangi o'qish mavsumida har qaysi nahiyalardagi o'rta boshlang'ich maktablarga Xitoy tilida dars o'tadigan 273 nafar o'qituvchining qabul qilinganligi uqtirilgan. Biz mazkur e'londa qoldirilgan telefon uchurlariga asosan Feyzvat nahiyalik ma'rif idorasining kadrlar bo'limiga telefon qildik. Telefonimizni olgan bir Xitoy xodim o'zining Feyzvat nahiyalik ma'rif idorasi kadrlar bo'limidan ekanligini bildirdi. U o'qituvchi qabul qilishning oyoqlashganligini 9-oyning 1-kunidan boshlab yangi qabul qilingan o'qituvchilarning nahiya tavasidagi o'rta boshlang'ich maktablarga xizmatga tushganligini aytdi. 他们的条件是什么？必须是懂国语是吧？ seviye talebi ve nöbetde yürgüzülayotgan o'qitish sistemasi haqidagi savollarimizga javob berib, Uyg'ur diyoridagi barliq maktablarda davlat tilida o'qitishning zaruriyat ekanligini bildirdi. U mundaq dedi. O'qituvchilar cho'qim davlat tilini bilishi kerak. Chunki hozir davlat tili ma'rifi yurgizilayotdi. 全国范围内招聘老师，那语言方面需要不需要他们懂当地的维吾尔？ Biz onundan uqtirishda butun mamlakat miqyosidan o'qituvchi qabul qilinibdi deyilibdi. Undaqda ularga til jihatda yerlikda qo'llanayotgan Uyg'ur tilini bilish sharti qo'yilamdi deb so'rdik. U bu savolimizga nihoyat keskin holda mundaq javob berdi. O'qituvchilarning Uyg'ur tilini bilishi hojatsiz. Darslarning hammasi cho'qim davlat tilida o'tiladi. Uning javobidan keyin suhbatimiz dialog shaklida tuvandagidek davom qildi. 学校现在就是全部是国语授课吗？ Hozir maktablarning hammasida davlat tilida dars o'tilamdi. Albatta, hamma darslar davlat tilida o'tilayotdi. Men buni boya sizga deb qo'ygan edim. 那原来的那个维吾尔教室呢，他们也是用国语讲课吗？ ilgirki Uyg'ur o'qituvchilarmi davlat tilida dars o'tamdi? 对呀，国语授课呀。我们招聘的是各民族都有啊，可以报名呀。 To'g'ri, ularmi davlat tilida dars o'tadi. Biz qabul qilgan o'qituvchilar har millatdan bor. Ular o'zini tizimlasa bo'ladi. 可以报名，有什么条件？ Ha, ularmi iltimos qilsa bo'ldi ekanda. Ularga qanday talablar qo'yiladi? 他必须达到普通话级的，跟其他人一样呀，条件。我刚刚跟你说的很清楚呀。 Ular cho'qim o'rtaq til saviyasiga yetishi kerak. Bu shartlar hozir hamma kishiga qo'yiladigan talab. Men boya bu vaqtda nihoyat aniq qilib aytdim. Ular cho'qim o'rtaq til saviya daraja imtihonidan o'tishi kerak. 学校大概汉族老师和维吾尔族老师的比例是多少？ Undaqda hozir maktablardagi Xitoy o'qituvchilar bilan Uyg'ur o'qituvchilarning nisbati qanday bo'lyapti? 这个具体我不太清楚，你要了解，我说你自己过来到这边，我现场找人给你解答，好吧？ Buni men aniq bilmayman. Agar siz bu ahvollarni egallamoqchi bo'lsangiz, o'zingiz ma'rif idorasiga keling. Men naq maydonda bu masalalarga javob beradigan odam tepib bersam bo'ladi. Ma'qulmi? 这个
无可奉告是吗？ Buni oshkorlashga bo'lmaydi, shundaqmi? 如果要了解的话，你可以自己到人事办过来了解。 Agar siz yana ilgarilab ahvol egallamoqchi bo'lsangiz, kadrlar bo'limimizga kelsangiz bo'ladi. 这些我这块不太清楚，我想问一下，你具体想知道什么？ Bularni men aniq bilmayman. Men so'rab baqay. Siz konkret qanday ahvollarni bilmoqchi? 我具体想知道现在的这个教育系统维吾尔语当地的语言授课率是多少？ Mening bilmoqchi bo'lganim, hozirgi ma'rif sistemasida Uyg'ur tili, ya'ni yerlik tilining o'qitishdagi nisbati zodi qanchalik bo'lyapti? 这个你自己过来到这边来，具体当面给你解答，好吧？ Bu ahvollarni siz o'zingiz bu joyga kelib egallang. Mening bu masalalarga javob berishim qolaysiz. 因为那个学生大多数都是维吾尔族学生，他们为什么用国语授课？ Chunki o'quvchilarning zo'r ko'p qismi Uyg'ur bolalari ekan. Ular nima uchun davlat tilida dars anglish kerak? Bu masalalarga javob berish cheklanganmi? 我就是我不太清楚，你自己过来到这边完了之后，我找专人给你解答。 Bularni men rostla aniq bilmayman. Bundaq ahvollarga siz bu yerga kelgandan keyin ondan javob bersam bo'ladi. Baya sizga aniq aytdim. Bundaq ahvollarga faqat siz o'zingiz ma'rif idorasiga bevosita kelgandilla ondan yuzturani javob bersak bo'ladi. Feyzvat Nahiylik Ma'rif idorasining Xitoy xodimi bilan bo'lgan suhbatimiz shunday oyoqlashdi. Yanama ilgirlab ahvol egallashimiz natijasida Qashqar viloyatlik Ma'rif idorasining 2018-yildan buyon har yili degidek butkul Xitoy miqyosidan o'qituvchi qabul qilish e'lonlari chiqarib, Xitoy tillik o'qituvchilarni turkum-turkumlab qabul qilayotganligi oshkorlandi. Albuki 2016-yili 9-oydan boshlab Uyg'ur diyorida Uyg'ur tilidagi o'qitish butunlay amaldan qoldirilib, davlat tili ma'rifi nomidagi Xitoycha ma'rif majburiy yo'lga qo'yilgandan buyon zodi qanchalik Uyg'ur o'qituvchining ma'rif sepidan shallab chiqarilganligi haqidagi ma'lumotlar hozirga qadar Xitoy taratqularida oshkorlanmadi. 2017-yildan boshlab Uyg'ur diyorida avjiga chiqqan zo'r tutqun va lagerlarga qamash to'lqinida Uyg'ur o'qituvchilar nuqtaliq tutqun obyektiga aylangan. Nurg'unlagan munavvar Uyg'ur o'qituvchilar turma lagerlarga qamalgan yoki iz deraksiz g'oyib qilib etilgan edi. Programmani Mehribon tayyorladi.